Bizdan bitta Cobalt mashinasi keldi. Yangi radiator bosibdilar. Radiator yorilib ketibdi. Yana bitta Bevo radiator bosibdilar. Bu ham yorilib ketibdi. Radiator bosgan bilan ish hal bo'lmaydi. Boshqa joyda gunosi bormi, gunosini topib, keyin radiator bosish kerak. Hozir ishlarni bitirib beramiz, gunosini topib. Keyin prichinani aytamiz nimadanligini. Radiatorni taxlab qo'yamiz hozir. Ko'ramiz, prichinasini topamiz. Mashinamiz DTP bo'lgan, 3 ta radiator almashtirgan, 3 ta. Lekin uchavim kirishkalari yorilib ketgan. Bu radiator almashtirganman, ammo ma'lum bo'lmaydi. Uni prichinasini topdik biz, termosat bo'lmay qolib, baribir yaxshi bo'lmadi. Keyin ko'rsak, kirklarga kuygan ekan, uni qizdirgan bo'lganda. Bu radiator yorildi degani, radiatorni almashtirsa yaxshi bo'ladi degani emas. Birinchi diagnozni to'g'ri qo'yish kerak. Bo'lmasa, ana 3 ta radiatorga tushib o'tiribdi. Uni nasib bo'lsa, motorlari nima qilib olsa, kirklarni almashtirib, qolgani yaxshi bo'ladi. Yo'qda to'g'ri diagnoz qo'yish kerak. Diagnoz qo'ymasdan radiator almashtiraversa, zo'r bo'ladi degan emas. Ustalar birinchi yaxshilab prichinani qo'yish kerak-da. Klientlar ko'pga tushirmas.